Tushda ventilyator ko'rishning ta'birlari. Ishlayotgan ventilyator hayotingizdagi og'irliklar yengillashi, muammolarning asta-sekin hal bo'lishi va xotirjamlikka erishishni anglatadi. Sovuq havo berayotgan ventilyator yaxshi xabar, ruhiy taskin yoki mashaqqatdan keyingi yengillik belgisidir. Buzilgan yoki ishlamayotgan ventilyator rejalarda kechikish, to'siqlar yoki vaqtinchalik qiyinchiliklarni anglatishi mumkin. Yangi ventilyator sotib olish yangi imkoniyat, ish yoki foydali tanishuv paydo bo'lishiga ishora bo'lishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.